Labosi borlar video o'tkazib bormang. Biz yangilik qildik. O'zbekiston yangilik, bunaqasi bo'lmagan. Xuddi yig'ma tentni ko'rinishidagi yig'ilmaydigan tent. Konstruksiyasi yengil lekin baquvvat, 5 svarka va 4 ta bolt bilan qotadigan. Eng qizig'i boltni bo'shatib qotirish uchun ключ shart emas. 4 ta shunaqa narsa bilan qotadi. Konstruksiyasi yengil, bitta odamni o'zi ham olib qo'yaveradi mana. Ichki holatlari ko'rib turishingiz mumkin. Narxi ham hamyonbop, xalqimizbop. Narxi 1.700.000 so'm qilib belgiladik. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar mavjud, faqat dastavkasi alohida. Kecha bu yangilikni qo'ygandik, mana akalarimiz kelib ko'rib kelishibdi bizni. Qo'qon Besharaqdan kelishib Tarapqondan meva tashishar ekan, qilib berdik mana. Chiroyli qilib, sunuqqa qilib berdik. Chiroyli zo'r chiqdi. Ko'ngildagidek bo'ldi. Ovoz chiqmaydi eng qizig'i. Yig'ma tentda ozroq ovoz chiqardi, do'qi-do'qilarda. Akalarimiz boqqa yurishar ekan, ovoz chiqmas ekan. Aka videoga chiqarasizmi? Aka ovoz chiqdimi hozir ko'chalarda? Baqa kelguncha zakonni keldi. Chiqmadi ovozi? Narigi tomondan qo'yib, baqa sandiqqa ularga keldik. Dugallarga zo'r omon. Ana ovoz umuman chiqmas ekan. Ko'proq bog'da yurishar ekanda, qo'yib berdik. Mahkam turadi, baquvvat, xudo xolasa xizmat qiladi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. 4 ta bolt bilan qo'lda qo'yib yechiladigan 1.700.000 so'm. Bosinglar.